Ular butun Yevropani larzaga solgan, jasorati bilan dushmanini cho'chitgan va tarix sahnasida o'chmas iz qoldirgan xalq edi. Ularning nomi eshitilishi bilan hatto eng qudratli imperiyalar ham xavotirga tushgan. Ular kim edi? Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda siz bilan qadimgi va qudratli xalq qullar haqida so'z yuritamiz. Ularning yashash tarzi, harbiy kuchi va buyuk hukmdori Atilla haqida bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Hunlar qadimgi turkiy xalqlardan biri bo'lib, miloddan avvalgi hamda milodiy asrlar oralig'ida yashab o'tgan. Ular O'rta Osiyo, Sharqiy Yevropa va Shimoliy Xitoy hududlarida ko'chmanchi hayot tarzini olib borishgan. Hunlar o'zlarining kuchli harbiy tuzilmasi, qat'iy intizomi va jangovar mahorati bilan tarixda mashhurdir. Ularning eng mashhur hukmdori Atilla bo'lib, u Yevropa sari yurishlar qilib, ko'plab hududlarni zabt etgan. Hunlar o'z davrida katta va mustahkam imperiya barpo etgan. Ularning harbiy boshqaruvi qat'iy tartib va tezkorlikka asoslangan bo'lib, yurishlarda aniq va muvofiqlashtirilgan harakat qilganlar. Ijtimoiy tuzilmalari qatlamlarga bo'lingan bo'lib, jamiyatning eng yuqori pog'onasida xoqon oliy hukmdor turgan. Uning yonida maslahatchilar, harbiy qo'mondonlar va zodagonlar bo'lgan. Ularning asosiy yashash tarzi ko'chmanchilik va chorvachilik edi. Ot, qo'y, tuya kabi hayvonlarni boqish bilan bir qatorda. Ular kulolchilik, metallga ishlov berish va to'qimachilik bilan ham shug'ullangan. Hunlarning boy madaniy merosi og'zaki ijod asosida shakllangan bo'lib, dostonlar, qo'shiqlar va afsonalar keng tarqalgan. Shuningdek, hunlar tashqi savdo va diplomatik aloqalarga ham katta ahamiyat bergan. Ular o'zlariga qo'shni xalqlar bilan ba'zida tinchlik shartnomalari tuzib, ba'zida esa ularga qarshi yurishlar uyushtirgan. Bu siyosat orqali ular o'z ta'sir doiralarini kengaytirishga muvaffaq bo'lgan. Hunlar san'ati va bezak ishlari ham diqqatga sazovor. Ular tilla, kumush va bronzadan yasalgan bezak buyumlari, qurol-yarog'lar va kundalik hayotda ishlatiladigan anjomlarni yuqori mahorat bilan tayyorlagan. Ayniqsa, hayvonlar tasviri tushirilgan naqshlar ularning madaniyatida muhim o'rin egallagan. Hunlarning qurollanishi ham o'ziga xos bo'lib, ular kamon, nayza, qilich va qalqonlardan foydalangan. Ot ustida jang qilish san'ati ularning harbiy ustunligiga sabab bo'lgan. Yosh bolalar erta yoshlikdan harbiy tayyorgarlikka jalb qilingan. Bu esa butun jamiyatda jangovar ruhni kuchaytirgan. Hunlar o'zlaridan keyingi turkiy xalqlarning shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Ularning siyosiy tajribasi va harbiy an'analari keyingi asrlardagi davlat qurilishlarining poydevoriga aylangan. Agar sizga ushbu ma'lumotlar manzur bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang va shunday qiziqarli va tarixiy mavzularni birinchi bo'lib ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim.